Video boshlashdan avval sizlarga Said Gamer kanaliga obuna bo'lishingizni tavsiya qilib qolaman. Chunki u yerda Minecraft bo'yicha juda ham qiziqarli videolar chiqadi va obuna bo'lsangiz hech ham zarar qilmaydi. Ссылка описаниеda va qadalgan kommentariyda. Xo'sh. Bu yerda deyarli hech nima ham yo'q yoki o'chirib tashlashganmikin. Bor yo'g'i ikkita kontaktlar bor, xabarlar bor, xolos. Agar politsiyachilar o'chirishgan bo'lishganda, ayniqsa kasalxonadagi politsiyachi hammasini o'chirgan bo'lardi, 4-5 tasini qoldirmasdan. Xo'sh, bu yerda yigitining raqami shu yerda bor ekan. Demak, hozir shundan qo'ng'iroq qilib ko'rsam bo'ladi. Va bilib olaman qayerda ekanini. Xo'sh. Va yana bu yerda bir nechta raqamlar bor, lekin do'konlarniki, xo'sh, meni anaro qamoqxonaning raqami va bo'ldi xabarlar. Hozir mayli, hozir yigitiga qo'ng'iroq qilib ko'raman. Xo'sh, bu yerga yozamiz. Yaxshi, oxiri necha edi? Xo'sh. Stop. Tushunmadim. Axir bu raqam binafsharang kiyimli yigitniki, axir u bilan uchrashgandim lenta yonida. Menimcha u menga nimadir aytmagan. Hech qisi yo'q. Hozir unga xabar yozaman, yordaming kerak deb va tutib olaman. Agar hozir shunchaki so'roq qilishni boshlasam, aniq qochib ketadi. Shuning uchun ham xo'sh. Xabar yozaman. Xo'sh, yaxshi. Uchrashishimiz kerak. Bir narsaga yordaming kerak, ammo ko'chada uchrasha olmaymiz. Yaxshisi, manzilingni yozib qoldir. Kechroq boraman. Xo'sh. Bo'ldi, jo'natdi. Menda kutishim qoldi xolos. Shunda ko'ramiz nimaga aynan menga yolg'on gapirganini. Hamda agar boshqa sirlar bo'lsa, ularni ham so'roq qilib bilib olaman. Bu yigitda bir gap bor. Menimcha nimadir sezib qoldi shekilli. Tushunursin. Sezmabdi. Yaxshi, manzil. Okey, boryapman. Bu yerdan unchalik ham uzoq emas. Balki shundan keyin nihoyat kalavani uchini tutarman. Uni yoniga boraman. Hamma narsani bilib olaman va qidirishni boshlayman. Lekin birinchi navbatda tatuirovkali yigit va xo'sh, unga burilish kerak edi. Ichkariga kirganda, demak, shu yerda bo'lishi kerak. Podyezd eshigi va ikkinchi qavat. Bu yer qorong'u. Lekin mayli, meni ko'rishmaydi. Xo'sh, bu yerda esa chiroq bor. Okey. Xo'sh. Hoy, uni topdim, boss. Telefon ham shu yer. Tushunirsan, keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Kimdir kelganga o'xshaydi. Mayli, kira qol. Agar o'lishni istasang, agar omading kelsa, bu yerdan sog' omon ketasan. Jinim. Eshik ochiq ekan. Shuma senga nima bo'ldi? Oshxonada o'tiribdi, meni o'ldirmoqchi. Tushunmadim. Kim o'tiribdi? Yollanma qotil. Ichkaridami? Ha, o'sha yerda. Yordam berildim. Hammasini tushundim. Okey, bo'pti, unda men keta qolay. Menimcha hozir unchalik yaxshi ahvolda emassan. Xayr. Omadi keldi va vaqtida ketdi. Mayli, hozir nikni bir yoqli qilaman va bu yerda yana ikkita ishtasi qoldi va dam olsam ham bo'ladi. Bo'ldimi? Hammasi yaxshimi? Katta rahmat meni saqlab qolganing uchun. Hech qisi yo'q. Bilasanmi, o'zi juda ham vaqtini topib kelib qolibman. Minnatdorman sendan. Va endi maqsadga o'tsam. Albatta. Xo'las, mana ketning telefoni va bilasanmi? Nima? Bu yerda yigitining raqami seniki ekan. Nimaga menga yolg'on gapirding? Chunki, pichoqni nima qilasan? Shunchaki seni jazolayman. Yo'q, axir shunaqasiga qo'rqib ketgandim, maslahatmasini aytmoqchi edim, lekin sen avval politsiya mashinasini sidirding, u yerdan qurol olib kelib menga o'qitarding. Ha, to'g'ri, chunki seni kimligingni bilmasdim, ammo senga ishongandim. Lekin sen meni aldading. Shuning uchun ham endi seni o'ldirishga majburman. Axir iltimos kerak emas. Kerak. Xo'sh, haqiqatni aytasanmi? Shunchaki qo'rqandim. Balki sen o'ldirgansan, aytma. Xo'sh. Yo'q, qanaqasiga o'ldirishi mumkin? Men uni o'ldirmaganman. O'ldirmagansan.
Mayli, shoshma hammasini aytib ber. Haqiqatni aytishga kech bo'ldi. Mayli, bo'pti. Qiziq, ana bu yorlama qotil kim bo'ldi ekan? Axir undan qanaqadir daftarlar qolgandi, xo'sh, ko'rish kerak. Xo'sh, bu yerda Nik va bu yigitning ismi Nik ekan. Rasmlar, har xil odamlar, qizlar va bunisi manzillar va stop. Michael va Trevor. Tushunursan, ana bu tatuirovkali yigitning ismi Trevor ekan. Michael esa tushunmadim, yo'llanma qotillar bilan nima aloqasi bor? Stop, qarzdorlar va bu yerda ham ismlar, lekin asosiysi Michael va Trevor. Bularni o'ldirmoqchi bo'lganmi yoki ularga ishlardimikan? Lekin tushunursan, politsiyani ovozi mayli, keyinroq hal qilaman. Hozir esa bu yerdan qochish kerak. Yaxshi, mana bo'ldi. Oppa. Bu yerdan qochish kerak, tushunursan. O'q otishlarning ovoziga darrov politsiya chaqirishgan. Nima ham qilardik? Bu go'yo emas, bu uncha-muncha shaharlarni ko'radi, shuning uchun ham o'rganishmagan bu yerdagilar. Mayli, hozir. Bo'ldi, qochib keldim. Xo'sh. Manzilni telefonga kiritish kerak va topib olaman qayerdaligini. Xo'sh. Kakras bugun borish kerak bo'lgan ekan. Agar adashmasam, shu atrofda bo'lish kerak. Xo'sh. Yaxshi. Tushunursan kattaligini. Menimcha qanaqadir garaj bo'lsa kerak. Mashinalar turibdi. Stop. Yaqinroqdan ko'rish kerak. Qanaqadir omborxona, shunchaki garaj ham emas. Va bu yerda qo'riqchilar, qurollangan qo'riqchilar. Tushunursan, bunaqalarni birinchi marta ko'rishim. Bular aniq qo'ldan ish keladigan odamlar. Va nimalardir yuklashyapti. Balki tovar degani shudir. Axir cholga aytgan edi. Chol aytgan edi, qanaqadir tovar haqida gaplashyapti, demak. Xo'sh. Janob Stenga qo'ng'iroq qilish kerak, chunki qo'riqchilarni hozir oldiga birdaniga borib o'ldira olmayman. Ularni vintovka bilan o'ldiraman. Allo. Janob Sten. Menga yordam kerak edi. Nima yordam kerak? Siz qurollar yetkazasiz-ku? Xullas, menga birorta snayperlik vintovkasini bera olasizmi? Ishtamisan? Albatta. Topshiriqmi? Yo'q, topshiriq emas, shunchaki shaxsiy ishlar. Garajlar yonida kutib turgan ajoyib kutib qolaman. Katta rahmat yana bir bora. Eski do'stlar yaxshi, istalgan vaziyatda yordam berishlari mumkin. Endi esa kutish qoldi xolos. O'zbekistonlik mushuklar o'z nomzodini nima? Qanaqadir g'alati yangiliklar. Janob Stendan xabar. Xo'sh, garajlar ortida g'isht terilgan joy bor. Okey, g'isht terilgan joy bo'lsa, g'isht terilgan joy va rostdan ham. Xo'sh, hozir endi topish kerak xolos. Xo'sh. Lekin ko'rinmayapti. Okey. Xo'sh, bu yerda hech nima yo'q, jenursan. Topdim, hech kim yo'q. Yaxshi. Xo'sh, qani? Bu yoqqa kelchi. Oppa. Xo'sh, og'irgina ekan. Ichini ochish kerak. Ajoyib. Vintovka bor. Umid qilamanki, patronlar ham bo'lsa kerak. Agar patronlar bo'lmasa, yomon bo'ladi. Ortiqchasi bilan birga bor ekan. Ajoyib, endi bularni olib qo'ysam ham bo'ladi. Yaxshi. Bular ham yo'qqa va bularni hozir birdaniga taqib olganim ma'qul. Keyinchalik vaqt ketkazmaslik uchun. Xo'sh. Bo'ldi. Endi o'sha yerga qaytib o'tlansam bo'ladi. Bugungi tun juda ham issiq bo'ladi va ko'p qon to'kiladi. Lekin hamma o'z jazosini olishi shart. Xo'sh, mana ular. Hali ham o'sha turishibdi. Yoki narsalarni yuklashyapti yoki tushirishyapti. Yo bo'lmasam shunday kutib turishibdi. Mayli, vintovkani o'qlab olish kerak. Va bo'ldi. Endi tayyorman. Xo'sh, pichoq o'z joyida. To'pponcha ham o'z joyida. Bu ham juda ham kerak bo'lib qoladi. Endi esa joyimni egallasam bo'ladi.
Birinchi navbatda buni olish kerak, chunki ikkinchisiga qarab turibdi. Ana. Yaxshi, endi esa bunisini. Bo'ldi. Joy vintovka bilan muomala qilishni unutmabman. Ha, bo'ldi. Endi shu turm boshlanadi. Yaxshi. Shu umid qilamanki, ichkarida qo'rqish yo'q. Agar bo'lganda hozir ko'rishgan bo'lardi. Yo'q, sekin tushunarsan bor. Lekin bu muammo emas. Hozir bittada o'ldiraman. Yaxshi. Bo'ldi. Endi jangga o'tsam bo'ladi, tushunarsan. Hududda begona hamma tayyorlansin. Yaxshi. Bo'ldi. Shumay. Ular ko'pligi, u yerda yo'q ekan. Bu yerda turibdi. Sekin ana. Xo'sh, yaxshi. Ana. Deydi. Bo'ldi. Bu yerda boshqa jinlar chiqib kelib. Sekin. Bo'ldi. Bularning kuchliligini-chi. Yoki gap ularning kostyumida xuddi menikidek o'q o'tkazmaydi ekan. Mayli jinursan, bu yerda baribir odam bor ekan. Yo'ma-yo. Sekin. Bo'ldi. Xo'sh. Yaxshi. Jinursan. Bu yerda odam bor ekanmi? Shu menimcha yo'q. Yo'ma. Bo'ldi. Sekin bu yerda odam yo'q. Unchalik ko'p odam yo'q ekan, lekin qiziq. Bu narsalar nima bo'ldi? Bu yerda ofis. Bu yerda esa inventar bo'lsa kerak, xo'sh. Bekor qilding. Nima ishlarga aralashib qo'yganing qilsang edi. Tatuirovka. Bu sen. Yo'ramasin. Bu nimasi? Nimaga uryapsan? Nimaga uryapsan? Axir Floss, sen ketni qotilsan. Ya'ni kamga nimaga uryapsan deydi. Floss, qanaqasiga? Yo'q, men ketni qotil emasman. Axir qanaqasiga o'z sevgan qizimni o'ldirishi mumkin? Sen kimsan? Sevgan qizingni? Ha. Tushunmadim axir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Uni yigiti Nik edi. Nik? Ana bu g'alati kapishonli yigitmi? Ha. Uchiga chiqqan qallob yaramas. Bizni ancha pulga tushirib ketganda, kamga telefonini ham o'g'irlab olgandi. Telefoningni? Ha. Stop, demak. Jinursan. Bular nima bo'ldi? Bular giyohvand moddalar. Ha, shunaqa biznes bilan shug'ullanaman. Jinursan. Mayli, savollarimga javob berasan. Lekin avval zajgalka ber. Xo'p, mana nima qilasan? Chekmoqchimisan? Yo'q. Birozdan keyin bilib olasan nima qilishimni. Agar albatta tirik qolsang. Nimaga? Qanaqasiga? Seni otib tashlayman agar savollarimga javob bermasang. Bo'pti, beraman. Demak, u yigit, ya'ni Nik sening telefoningni o'g'irlagan. Lekin u seni telefoningni olib yurishdan unga nima naf? U bizni o'zimizni alohida boshqacha qilingan telefon. U yerda hamma logistika va shunga o'xshash ishlarni kuzatib borsa bo'ladi. U bizdan qarzdor bo'lgani uchun esa o'sha telefon orqali bizdan qochib yurgan edi. Bizdan bir qadam oldinda edi, nima qilishimizni bilgani uchun. Va uni nihoyat topib yo'llama qotil jo'nating, shundaymi? Ha, negadir qaytmayapti. Qaytmaydi ham. Agar Keitni o'ldirmagan bo'lsang, nima uchun uni uyiga borib yurding 2 marta va qochib ketding? Qo'rqib ketdim. Meni qamashlarni istamas edim, shuncha biznes qolib ketardi. Tushunarli. Axir men avvalam sudlanganman. Birdaniga hamma narsa meni bo'ynimga qolardi. Mayli. Ikkinchi safar borganingchi? Qolgan hamma borgan vaqtlarim shunchaki qotilni topish uchun edi. Balki biror nimasi qolib ketgandir deb, men hech narsani bilmayman, rosti. Tushunarli. Lekin u yigit, ya'ni Nik, Keit haqida qayerdan biladi? Axir biz hammamiz do'st edik. Do'st? Tushunarli. Singling ba'zida dori olib turardi, rostini aytsam. Shunaqa degan. Tushunarli. Unda mayli, hayot bilan xayrlash, oxirgi so'zingni ayt. Azoblardan xalos qiladigan uchun katta rahmat. Aniq. Arzimaydi. Bo'ldi. Endi esa bu jirkanch narsalarni hammasini yoqib yuborsam bo'ladi. Chunki sog'lom jamiyat uchun hammasi, men farishta emasman, lekin bu ishlarni qilayotgan odamlar mendan ham battarroq. Yaxshi bo'ldi. Hammasi yonib ketadi. Bino bilan birga qo'shib. Bo'ldi. Ofis. Bu yerda ham giyohvand moddalar bo'lsa kerak, shuning uchun hammasi yonib ketaversin.
Bo'ldi. Iltimos, yordam beringlar. Qamalib Tushmadim. qolganman. Kim bor? Men eshikni oching. Ha, siz katta rahmat sizga. Sen kim bo'lding yana? Men shu yerdagi jinoiy guruhlarda birini egasini o'g'li bo'laman. Bular meni tutib olishdi. Meni boshim yog'ziga pul so'ramoqchi edilar, lekin iltimos meni qo'yib yuboring. Albatta qo'yib yuboraman. Ketishim mumkin. Menga qizig'ing yo'q. Xo'sh, meni topshirig'im boshqa. Hammasini yoqib yuborish mana bularni. Okey, ajoyib. Xo'sh, mashinalar hammasiga yuklab olib ketishmoqchi bo'lishgan yoki olib kelib bo'lishgan. Xo'sh, hammasi yonib ketish kerak. Bo'ldi. Bu yerda ham yana hammasini yoqib yuborish kerak. Ajoyib. Endi ketsam ham bo'ladi. Yaxshi, hammasi yonib ketsin. Umid qilamanki, yigitcha chiqib oladi bu yerdan. Ha, bo'ldi.